Tushunmadim. Qo'shni sizda ham shunaqami? Pulni pulga yetkazib bo'lmaydi. Topganimga baraka yo'q. Yo'q, menda hammasi yaxshi qo'shni. Boriga shukur. Buni qarang. Yangi mashina olibdimi? Shu qo'shni yosh bo'lsa ham ancha ish qildi lekin. Ha, bu qo'shnimiz kecha yangi uy ham oldi. Yo'q-ku. Keling, shuni g'iybat qilmaylik qo'shni. G'iybat emas, qo'shni. Mashina uy oldi deyapsiz. Buni levi ishlar juda ko'p. Og'a, Bo'lmasa buncha pulni qayerdan oladi qo'shni? pastroq gapiring, o'zi kelyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz qo'shni? Assalomu alaykum qo'shni. Muborak bo'lsin uylar. Rahmat, rahmat. Ha bu levi bavqat bo'lyapti shekilli, qo'shni. Tushunmadim aka. Nima deganingiz? Yangi uy olganingizga havas qilyaptilar. Nimasiga havas qilaman? Ha bu qo'shni bitta uy olgan bo'lsa, ikkita uyga pulim yetadi. Hozirgina olib turgandingiz-ku qo'shni. Shu yetkazib bo'lmayapti, xolos. Sizni muammongiz pulda emas. Pulni qanaqa sarflayotganingizda. Pul bo'lgandan keyin sarflayman-da. Yaxshi kiyinish kerak, yaxshi restoranlardan ovqatlanish kerak. Bu dunyoda inson bir marta keladi. Yaxshi yashab qolish kerak-da. Hammamiz ham yashayapmiz aka. Siz kunora restoranga sarflayotgan pulingizni biz 2 oyda topamiz. Bu uyni pulini ham oyligimdan orttirgan pulimni yig'ib to'ladim. Foizlarsiz, ishonchli, asosiysi Buxoro shahar markazidan qulay taklif bergani uchun to'lov qildim. Hozir. Alo, Nasr aka. Ajonim, Qayerdasiz? Menga pul kerak edi. qancha? 5 million. Kartanga tashab qo'yaman. Rahmat jonim. Xarajatlar ko'p dedim-ku. Dadam bir gaplari bor edi. Beli og'rimaganni non yeyishini ko'r derdilar. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Chet elda ishlab yurgan ayolingiz sizga bunaqa narsalarga sarflash uchun pul yubormayapti. Yaxshilab o'ylab ko'ring-chi, balki birovni gapirishdan avval o'zingiz ishlarsiz. Nima? Shoshmang qo'shni. Bu kishiga e'tibor qilmang. Meni yig'ib qo'ygan pulim bor. Uy olmoqchiman. Qaysi firma dedingiz? Modern House qurilish kompaniyasining Namozgoh City loyihasi ekan. Men ham endi bildim, Buxoro shahar ichida yangi shaharcha bo'lar ekan. U yerda maktab, bog'cha, bolalarimiz uchun, o'zimiz uchun qulay sharoitlar ko'p ekan. Eng asosiysi kadastr hujjatlari chiqqan. Hozir olsangiz, nomingizga rasmiylashtirib berishadi. Zo'r ekan. Qo'shni, yo'l yo'riqni ko'rsating, shu uyni olib bering menga. Nasr aka, Hajon? qayerdasiz? Tezroq oldimga keling. Nima? Siz sovg'iga mashinani urib qo'ydi. Mashinani urding? Nima deganing bu? O'zimdan istalma chiquvdi, ko'rmasdan borib uribman. Tezroq Nima keling. qilaman? Xotinga nima deyman?